Assalomu alaykum. Men Nomonjonov Foziljon, Dial o'quv markazi biologiya fani o'qituvchisiman. Bugun sizlar bilan biologiya fani haqida tushunchaga ega bo'lamiz. Demak, boshlaymiz. Biologiya. Biologiya so'zining ma'nosi bios hayot, logis fan ta'limot. Ya'ni bios hayot deganda biz barcha organizmlar tirikligini nazarda tutamiz. Tiriklikning o'zi ikkiga bo'linadi. Tiriklik. Xo'p, tiriklikni o'ziga ikkiga bo'lamiz. Bu hayotning, ya'ni tiriklikning hujayraviy va hujayrasiz shakllar. Hujayrasiz shakllari mavjud. Xo'p, tiriklikning hujayrasiz shakllari faqatgina bir dona viruslar kiradi. Ya'ni bular faqatgina hujayra ichida o'z holatini ko'rsatadi. Hujayraviy shakllarning o'zi ikkiga bo'linib ketadi. Ya'ni xo'p, prokariot va eukariot. Xo'p, prokariot degani nima deganicha? Pro ya'ni gacha, karyo yadro. Yadrogacha bo'lgan davralar, ya'ni yadrosiz hujayralarni prokariotlar deymiz. Bunday hujayralarga ega organizmlar bakteriyalar va ko'k yashil suvoqlar. Yoki bularni sianobakteriyalar deb atasak ham bo'ladi. Sianobakteriyalar. Xo'p, endi eukariotlarga esa zamburug', hayvon, o'simlik. Xo'p, eukariotga ahamiyat beramiz. Eukariot, haqiqiy, karyo yadro. Demak, haqiqiy yadroga ega organizmlar, zamburug', hayvon, o'simlik. Yadrosiz organizmlar esa bakteriyalar va ko'k yashil suvoqlar yoki sianobakteriyalar kiradi. Tirik organizmlarning hayotiy jarayonlari uchun eng muhim narsa bu energiya hisoblanadi. Tirik organizmlar energiyani olishiga ko'ra ikkiga bo'linadi. Energiya olishi demak, ikkiga bo'linadi. Bular avtotrof va heterotrof. Xo'p, demak, avtotrof va heterotrofga bo'ldik. Avtotrof oziqlanishning o'zi ham ikkiga bo'linib ketadi. Ya'ni fototrof va hemotrof. Xo'p, avtotrof oziqlanish o'zi nima? Avtotrof oziqlanish o'z ozuqasini o'zi sintezlaydigan organizmlar. Shularning o'zi ham ikkiga bo'linib ketyapti. Fototrof va hemotrof. Ya'ni yorug'lik nuri ta'sirida o'z ozuqasini o'zi sintezlaydi va hemotrof, ya'ni xemosintezlovchi bakteriyalar o'z ozuqasini o'zi sintezlaydi. Autotroflarga demak, xo'p, barcha yashil o'simliklarni olamiz. O'simliklar. Misol qilib o'simliklar. Hemotrofga esa xo'p, xemosintezlovchi bakteriyalarni kiritamiz. Xemosintezlovchi bakteriyalar. Xemosintezlovchi bakteriyalarni kiritamiz. Xo'p, heterotrof oziqlanish degani tayyor ozuqa bilan oziqlanuvchi organizmlarni nazarda tutamiz. Heterotrof oziqlanishning o'zi ham 3 xil mavjud bo'ladi. Xo'p, bular galazot, saprofit va parazit. Galazot, saprofit, parazitga bo'ldik. Galazot oziqlanishga xo'p, yirtqich hayvonlarni misol qilib keltirsak bo'laveradi. Yirtqich hayvonlar. Ya'ni galazot oziqlanishi o'zi nima? Galazot oziqlanishda birinchi bo'lib aynan yirtqich hayvonlar oziqning yutilishi bo'ladi. Oziq yutilgandan so'ng u hazm bo'ladi. Hazm bo'lgandan keyin parchalanish, ya'ni 3ta bosqichda ketma-ketlikda amalga oshadi. Endi saprofit oziqlanishga misol qilib, xo'p, ayrim zamburug'lar va bakteriyalarni kiritsak bo'ladi. Ayrim zamburug'lar va bakteriyalarni misol qilib
Ya'ni saprovit oziqlanish o'zi asosan o'lik qoldiqlar bilan oziqlanishda amalga oshadi. Saprovit oziqlanishda endi undan oldin galoziy oziqlanishda oldin yutilib hazm bo'layotgan bo'lsa, endi bunda oldin tashqi muhitga hazm qiluvchi moddalar chiqariladi va tashqi muhitda hazm bo'lingandan keyingina ichki organizmga yutiladi. Tayyor hazm bo'lgan oziq keyin yutiladi. Endi parazit oziqlanish bo'lsa, parazit xo'jayin hisobiga yashaydigan organizmlarni parazit organizmlar deyiladi. Bularga o'simliklarda ham parazitlar bo'lishi mumkin, chuvalchanglar, juda ko'p parazit organizmlar misol qilib keltirsak bo'ladi. Biologiya fani haqida asosiy tushunchalar shulardan iborat edi. Agar darsimiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang.